Muhammad Yusuf Ibrohimjonov, Andijon viloyati Paxtaobod tumani 19-maktabning 2-sinf o'quvchisi. 8 yoshda IELTS dan B2 darajasini qo'lga kiritgan. Menga u B2 sertifikatni olish menga unchalik qiyin emas edi. Bu o'zi menga ingliz tili juda qiziqqan tilim edi va 5 yoshimdan beri to'xtamasdan o'qib, dars qilib, shuning uchun men osongina B2 sertifikatni ola oldim. Ukam, do'stlarim o'ynab turganda men ham vaqtimni ular bilan o'ynagan sarflamadim. O'zi men dars qilgani, o'qishimga borgani, vazifalarimni qilgani sarfladim va shuningdek zo'r natijalarga erishdim. To'g'ri, men mart oyida IELTS'imga topshirmoqchiman va men undan 7,5 kutaman va albatta shu natijaga erishaman. Men unaqa aytgan sinfdoshlarimga va tengdoshlarimga o'zingga ishon va ishlashni to'xtatma deb aytaman. Chunki o'ziga ishongan odamlar juda zo'r natijalar bilan erishadi. Ingliz tilini bilish, 2 sertifikat olish, u menga juda ko'p qulayliklar beradi. Prezident maktabga yo'li ochiladi va biroz yillardan keyin xohlagan universitetimga bora olaman. Men 25 yoshlik Muhammad Yusufni kelajakda Garvardni bitirib bo'lib, o'zining IT kompaniyasini O'zbekistonda ochganini ko'raman. I'm one of the happy children on New Uzbekistan. My dreams are not just personal, it's a plan to raise my motherland's flag on the world stage.